Keyingi partiyaga qisir akalar juda ko'pchilik kerak bo'ladigan o'sha juda ko'pchilik so'rayotgan qisir sog'liqlarimiz akalarimiz mana. Hamma assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalarimiz, barchalaringga xayrli kun bo'lsin deya biz video syomkamizni Namangan viloyati Namangan tumani Optimchi Arzanchi qishlog'ida boshladik. Tepaqo'rg'onda inshaalloh bittadan mana shu barmoshani ustiga bosib, chiroyli qilib fikrlaringni bildirib turasizlar. Bugun haqiqiy qo'ylarni inshaalloh narxlarni ham o'ta yengilidan bo'ladi. Hammalaringga tanish oyatlagamizning mini fermalaridamiz. Yangi partiyalar kelgan ekan, qo'zilar bor, ina bolalar bor. Chiroyli qilib narxlarini yorishtirib olib beramiz akalar. Oxirigacha ko'rib yaxshilab joylashib olinglar. Bugunga sindirib narxlarni chiroyli qilib yoritib beradilar akalar. Qarindosh gruppa bo'ladimi, sinfdoshlar gruppasi bo'ladimi, hammasiga tarqatib qo'yasiz. Inshaalloh siz sababli bitta chiroyli shunday bir vajga ega bo'lishadi. Manzilda tanishtiradigan bo'lsak, bu tomon Andijon tomon Beshkapa, Qumqo'rg'onlardan, Sho'rqo'rg'ondan kelsa bo'ladi. Chap qo'lda kelishda Andijondan. Bu tomonimizda aytib o'tadigan bo'lsak, shahar tomon Jamasho, Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelib, sentrida svetoforga kelib, shahardan kelishda chap qo'lda burilasiz. Jamashodan kelishda o'ng qo'l tomonga burilasiz. Qani biz boshladik yo'qsa, bismillah. Assalomu alaykum oyatlarga. Bugun siz sog'lig'ingiz yaxshimi? Keldik. Rahmat. Mazangiz yaxshimi? Nech partiya bo'ladi bugunga endi? Bugunga endi mana shu davada 4 ta qo'roda qo'y bor. 4 ta qo'roda qo'y bor. Qo'y bor. 4 xil qo'y bor akalar. 4 partiya bo'ladi bugunga inshaalloh. Chiroyli qilib kuzatib borasizlar. Yaxshilab o'rnashib olinglar. Bugunga haqiqiy qo'ylarni ham narxlari ham o'ta yengil bo'ladi. Qo'ylarni o'ta sifatidan, chiroylisidan chiqaramiz bugunga. Oyatlarga bular ina bola yana bular hammasi. Bular ekazakchi mana shu turg'ani. Bu ekazakchi mana shu ikkitasi. Gele. Bu yakka, mana shu ikkitasi ekazak. 3 ta ekazakchimiz mana shu qo'rada. 3 ta ekazakchi. 3 ta ekazak. Bu inasi qanaqa buni yoshi? 4 ish. 4 ish. Yosh 4 ish akalar inasi. Bollari qanaqa? Sog'liq qo'chqar? Ha, sog'liq qo'chqar. Sog'liq qo'chqar. Bittadan sog'liq, bittadan qo'chqar a? Bittadan urg'ochib, bittadan qo'chqar akalar. Mana qarang, haqiqiy simjonidan. Chiroylisidan. Inasi. Qarang, qaysilar yana egiz beda hozir? Beda mana shu ana ikkitasi egiz. Egizchini bo'lasiz. Ha, mana shu ikkitasi egiz. Gelaman. Qarang, o'yladi. Egizlar nech pul qo'yamiz? Egizlarni 12 deyapsiz. 12 deyapsiz. Kelinglar, ashimsizlar. Mana 10 ga bitadimi? Biz obunachilar xursand bo'lib. Yo'q, 10 ga pas. 10 ga pas. Nech pul deyapsiz? Sal tushunchi, siz ham 11,5 pul beramiz. 11,5, 10,5 men ham qo'shdim mana yo'qsa. Yo'q, Oyatlarga bizga zarar qiladi. Biz obunachilarga. Bolasi ham katta-katta bo'lib Bolasi ham lekin ancha katta bo'lib qolibdi. Yana bu royda o'zi barrasi katta qo'yilmaydi, bunga yengil narx qo'yib sotiladi. Unaqa katta qo'yilmaydi. 11 ga bitadimi bo'pti? 11 ga mana. Biz obunachilar xursand bo'lib aloqa chiqishadi. 11 ga oyatlarga. Mo'ljal kelgan bo'lsa, shiqam kuymasin, kabob ham kuymasin. Kelishtirib beramiz. 11 ga barakami? Barakasini bersin. Baraka beraveramiz. 11 ga egiz akalar, biri qo'chqar, biri so'liq. Uchalasi ham biri qo'chqar, biri urg'ochimi? Yo ikkitasi qo'chqari ham bormi? Ikkitasi qo'chqari ham bor. Bittasi shunaqa, ikkitasi qo'chqari ham bor. Yoshi qanaqa nargi ikkitasini? Bittasi 6 tish, bittasi 4 tish. Mana qarang, akalarimiz. Hojaga mana shular tavsiya qilamiz-da. O'zimga olganday sizga ham tavsiya qilaveraman mana shularni. Sog'lom qo'ylar hammasi. Mana. Chiroyli qo'ylar, sifatli qo'ylar bo'lgan uchun har doim to'xtagan yo'q lekin. Hozir ham xaridorlarimiz keldi. Yaxshi joyda xaridor uzilmaydi deydi-ku. Muomala ham chiroyli. Mana buni ikkitasi bo'ladi. Oyatlarga bular yakkalilar nechta edi hozir?
Yakkaliklari 15 ta bor. Yakkalalar 15 ta. Yakkalalar akalar 15 ta bor ekan. Bo'g'ozi ham bor. Ikkita bo'g'oz ham bor. Qaysilari bo'g'oz ekan? Mana bu bittasi. Mana shu bittasi bo'g'oz. Yana bittasi mana buni. Mana u ham. Bular endi narxlari nech pul oladi? Endi bolalar, nargi bo'g'ozlar. Bo'g'ozlarni 6,5 dan qilib beramiz. Bo'g'ozlar 6,5 dan. Taqalgan narxi. Taqilgani ham. Taqalgan. Ozmi o'tadigan xayrisi bor-a? Yo'q. Obunachilarga. Xayrisiga o'tib berasiz, sunnatiga o'tib berasiz-da biz obunachilarga. Sen aloqa chiqsa, aka, xayri sunnati bo'ladi baribir. O'tib berasiz. Nimalarchi yakkalalari? Yakkaliklarda 7 dan deyapmiz. 7 dan? Yakkalalar 7 dan. Bitta so'rayman bo'pti. Unaqa siz ham o'zi ko'p qo'ymaysiz, mana taqalganini aytyapsiz. 68 ga bitadi yakkaliga. Bitaveradi, kelishaveramiz. Baragasini bersin. 68 ga yakkaliga akalar. Tanlab olish bo'lsa qanaqa bo'ladi? Tanlab olish bo'lsa ham farqi yo'q, beraveramiz. 68 ga ketaveradi. Yo'q aka. Hammasi zo'r, bir-biridan uzun-uzun. Bir-biridan, yelikan, chiroylisidan akalar. Bu qanaqa qo'chqori ko'p, so'lig'i ko'p. Nimada? Qora sovlig'i bor, ha. Aralash, ha? Simjundan, zo'r. Simjundan, mana ularni qarang. Bitta sarig'i bor ekan mana. Bitta sarig'idan. O'zimizda bu qanaqa jaydari qo'ymoq sariq qo'ylardan bular? O'zimiz Qashqadaryoni. Qashqadaryoni qo'ylaridan. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz akalar. Keyingi partiyamizga akalar mana urug'qa qo'shadigan, qurbonlikka tayyorlaydigan qo'chqorlarimiz akalar, mana shu sariqlarimizni urug'qa tavsiya qilamiz. Mana ularni qo'chqorlarni qarang, mana shular ham mana ularni tayyorlasangiz bo'ladi. Qurbonlikka. Endi mana sariqlarimiz urug'qa. Mana buni qora ina bolamiz bor beydan. Bolasi qochqor uni. Qora ina bola. Qarang. Bolasi. Shalpan qulog'idan haqiqiy. Qo'chqora bolasi. Qochqor chiqsa Tojikistondan kelgan. Tojikistonniki. Inasini nima o'qiyman, uni addenni. Inasi. Inasi. Katta narsa. Katta haqiqiy. Bo'ybasi nechi buni? Bo'yi 85 chiqdi, inasi 4 ish. Yoshi 4. 4 ish. 4 ish. Agalar. Narxi qanaqa bo'ladi uni? Narxi 11 million. 11 million. Zo'rini baqaman degan odam. Yaxshisidan uni qarang, haqiqiy uzunidan. Uzunidan akalar. Xayr sunnati bora baribir, ha? Azg'ana yo'li bor, ha. Yo'li bor. Bu narxi qo'chqorlarimiz nechta mo'lari? Nechta degani? Soni. 5 ta. Sonlari 5 dona. 5 ta zotga. Zotga. Qayda qo'chqorlari bular? O'sha Qirg'izistonda. Qirg'izniki, ha? 5 ga. Oyoq qo'llarini qarang, baquvvat haqiqiy. Ancha baquvvat. Qo'zi, ha? Qo'zi. Bo'ybasini nechiga beramiz? Bo'ybasi 85 dan bo'ladi. 80-85 da. 80-85. Qarang akalar. Mana dumbalarini kelishganligini qarang. Garbon o'zlari ham. Mana uni qarang. Oq yuzlisidan. Nech pul bular endi? Bu qo'chqarni nech pul qo'yamiz? Ularni 7 dan sotilyapti. 7 dan sotilyapti. Obunachilaringizga ozgina yo'l qo'yib beramiz. Xayrisi bor. Nech pul o'tib berasiz mana? 68 dan qilib beramiz. Bu 68 dan bu ham. Ketaveradi. Tanlab olish. 68 ga tanlab olinaveradi. Akalar mana. Qani qo'chqorlarimiz-chi? Qora qo'chqorlarimiz. Qora qo'chqorlarimiz o'sha ikkita yuragi bor, o'sha Xo'roz bosovrada qamlar ikkita. Xo'roz bosoq. Xo'roziga ham berilaveradimi? Berilaveradi. Tirik vaznga? Necha kilo chiqadi endi mana shu? Bir tortib qo'yiladimi? Tortib olishaveradi. Tortib olinaveradi. 80 mingdan taroziga qo'yib beraveramiz. 80 mingdan taroziga qo'yib berilaveradi. Yosh qanaqa bo'ladi? Yosh qo'zi endi yaxshi yegan. Endi yaxshi yegan qo'zi. Yaxshi yegan, ha. Ikkalasi bir jup. Bir jup. Bitta qo'ra. Bir qo'ra o'lib baqilgan. Bir qo'ra o'lib baqilgan. Mana. Buni narxini nech pul qo'yamiz mana? Oyitlarga narxini 62 dan qo'yib beramiz. 62 dan. 62 dan. Nech pul o'tib berasiz endi sizlar obunachilarga? 6 milliondan ketaveradi ikkalasi. 6 milliondan. bo'lsa, Yana xayriga sal o'tib berasiz, to'g'rimi? dastlabki qilib beramiz. Dastlabkasi bora. 12 ta viloyatgacha bora. Bo'laveradi, ha. Shalom ekson qilaman degan odamlarga juda aytadi, juda badani zo'r. O, qarang, haqiqat ekan. Semiz. Velikonadan.
Qaracham yetmayapti lekin. Dumbalarni ham qarang. Oyoq qo'llari ham baquvvat ikkita. Nargisi ham zo'r, nargisi. Narga mana nargi kichkina qo'chqorlarchi? Bu yerda kichikroq eksan qilaman deganlarga mana shu yerda 4 dona kichkina yengili bor mana. Bitta bu. Mana bu qora. Mana ikkinchisi. Mana ikkinchisi, mana uchinchisi akalar. Mana to'rtinchisi. Mana shular puli yengili eksanga bo'laveradi qillar. Bularning badani yaxshi. Badani yaxshi. Buni ham o'zi sal olib qo'ydim aka. Buni necha pul qo'yamiz narxini? 4 million 300 so'm beramiz. 4 million 300. 43 dan. 43 dan. Yengil. Yengil. Iya. Sal o'tib berasiz, to'g'rimi? Alni yo'lga beraveramiz. 4dan bitadimi? Yo'q, 4dan emas. 4dan. Qulaylik. Necha pul o'tib berasiz? 42 dan qilib beraman. 42 dan. Barakasini bersin. 42 dan. 42 dan akalar. Mana. To'rtta sonlar 4 dona. Tanlab olishga ham, optimga ham 42 dan. Yaxshi narx oldi lekin akalar. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz yo'qsa. Narxlarni mongovni tortishmayapti desangiz, o'zi narxlarni kelishtirib berdik-da, chiroyli qilib. Mana o'shqani qarang. Kelib ko'rib olib, tanlab olsa ham bo'laveradi. Lokasiya tashab beriladi aloqachilarining. Mana keyingi partiyaga qisir akalar juda ko'pchilik kerak bo'ladigan o'sha juda ko'pchilik so'rayotgan qisir sog'liqlarimiz akalarimiz. Mana. Hammasi qiz. Sonlari nechta bo'ladi oyatlarga? Sonlar 15 ta. Sonlari 15 dona. Ular sonlari 15 dona. Sonlar 15 ta. Sonlari 15 dona. Qisira ular hammasi. Hammasi qisir, sariqlari Qirg'izistonniki. Qo'zi bular hali. Qo'zi. Qo'ybastini nechaga beramiz bularni? Qo'ybas 75. 75. Akalar mana. Qisir keraklarga mana. Bo'g'az sog'liqlar juda ko'payib ketdi. Bozorlarda ham bunaqa qisirlar kam. Bozorlarda ham topolmadik to'g'risi. Qisir qo'yiladi mana. Buni hali nasl olaman deydi-yu Qo'chqordan. Ha. Shunaqalar olib qo'yganmiz. Nasl olaman. Mana sariqlar haqiqat. Mana. Quloq boshlari ham. Qo'zlarni so'rashyapti o'zi. Qo'zlarni ham so'ralyapti. Ha, mana. Oyoq qo'l uzunidan. Oyoq qo'l uzunda mana shu ham chiroyli ekan. Mana uni qarang. Quloq boshlari mana qulog'i ikkalasi ham butuni akalar. Bu nech pul oladi endi? Narxi? Narxi qiziq. Narx qiziqmi? Narxi o'ta qiziq akalar. Narxini 5 million deyapmiz, obunachilarimizga yo'l qo'yib beramiz. Nech pul yo'l qo'yib berasiz mana? O'zi sindiryapsiz, sal buni ham bir o'xshatingchi. 48 dan qilib beramiz. 48 dan. Ketaveradi. 200 dan ekan, emasdan a? Akalar. 48 dan. Tanlab olishgachi? Tanlab olishaveradi, shunda kelsa. Tanlab olmayman. Qoradan olib chiqib tanlab olishaveradi. Aha. Bo'ldi akalar. Xohlasin qorasidan olsin, xohlasin Sarig'idan olishsan. Farqi yo'q akalar. Bitta narx oldi. 15 dona optimga. Onash odam deb olib qo'ysam, u odam ham yaxshi odam. U odam u odam rosa qilganga gap yo'q lekin odam bilan. Keyingi partiyaga o'tamiz akalarimiz. Akalar, mana barra so'raganlarga mana barralarimizdan ham. Barralarni ham narxlarini ham yengil qilib beradilar. Oyatlar aka, bularni sonlari nechta hozir bu bitta qo'ramizda? Mana shu qo'ramizdami? Hozir 17 tami qoldi. 17 tami qoldi. tashkiliga. Ha. 17 ta. Kelishi o'zi nechta keladi? Kelishi 45 ta edi. 45 ta edi. 17 ta qolibdi akalar. Shoshilib olamiz. Shoshilib aloqaga chiqasiz akalar. Bunday barralardan qurib qolmanglar ekan tavsiya sizga maslahatim. Qanaqa bular? So'liq qo'chqar aralash. So'liq ko'p, qo'chqar ko'p. Mana. Akalar. Shoshilamiz, shoshilib aloqa chiqamiz lekin aytib qo'yay, qurib qolmang. Buni narxi nech pul endi? Yengil cho'zdirmaylik videoni. Obunachilar kutib qolmasin. 3600 deyapmiz. 3600. Siz obunachilaringizga o'sha hammasini bir joyga olishsa 34 dan qilib beramiz. 34 dan. Bulardan ham 200. 200 bundan ham 200 o'tildi akalar. Darajasini bersan, aloqa chiqasizlar.
yana bir xayriga o't berishadi inshaalloh. Videomizda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, akalar kechirib qo'yasizlar. Endi bugun mana ko'p tortishilmadi, so'ralmadi. Demak, o'zi videoda oldin ham narxlarni yengil qilib kelishirib, aytib o'tildi-da. Mayda kelishib oldik-da. Ancha yengil qilib.